bizlar o'zimizda bitta holat bo'ldi. 2024-yilda mana Ohangarondanmidi kolonkadan bittasi chiqish kerak edi. Muddati kelgan. Va biz ezgulik jamiyatidan mana jamoat himoyachisi bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Chunki qarindoshlar bizga murojaat qildi. Shu bo'yicha biz shu manzil koloniyasining rahbariyatiga men iltimosnoma bilan ariza bilan murojaat qilyapman. Ular hujjatlarni qilib beryapti, qarayapman. Shu berayotgan xarakteristika deyiladi. Xarakteristikada u faqat muassasani o'zi beryapti. Aytyapman, kechirasiz, bitta muassasa o'zi zainteresованный taraf bo'lsa, bunaqa paytda deyapman, komissionniy bo'ladi deyapman. Agar men tushungan bo'ladigan bo'lsam, o'ta ombudsmandan, deputat, mahalladan 5-6 ta bu komissiya a'zolari qatnashishi kerak bu holat bo'yicha. Uni nima deydi, tuzalish yo'liga o'tmaganligi bo'yicha o'ta xulosani bitta odam beryapti. Endi mayli deyapman, uni olyapman, qarayapman, hammasida hech qanaqa jazo olmagan, o'zi yaxshi bo'lgan, bu hammasi yaxshi ijobiy kelyapti. Oxirida bu uni aybiga qisman iqrorligi u tuzalish yo'liga o'tmaganligidan dalolat beradi degan xulosa beryapti. Endi mana sudga kelyapmiz. Sud protsessi bo'lyapti. Mana Ohangaronda sud bo'lyapti. Sudga kiryapmiz. Men aytyapman, murojaat qilib bo'lmasam, men iltimosnomani men berganman. Mening bo'yicha ishimni ko'ryapti. Sudya shu bo'yicha muassasani xodimini fikrini eshityapti, aytyapti, menga deyapti, men muassasa fikri muhim birinchi o'chirdi deyapti. Men aytyapman, kechirasiz, holat bo'yicha siz mana yaxshilab ko'ring. Qonun bo'yicha bu o'zi noma'qul deb topilish kerak. Nimagaki berilgan xulosa bir-birini inkor qiluvchi deyapman. Har qanday holatda bir-birini inkor qiluvchi yo qanaqadir qonunda ziddiyatlar to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, u ayblanuvchi, gumonlanuvchi, sudlanuvchini foydasiga hal qilinadi deb yozilgan o'zi. Men aytyapman, mana shunaqa holatda naborot siz buni mahkumni foydasiga hal qilishingiz kerak. Nimagaki o'sha vaqti kelgan, temoli yosh oilasi bor, u ertaroq oilasiga bag'riga qaytish kerak deyapman. Holatda nima bo'ldi oxirida? Biza keyin u rad javobini berdi. Shu bo'yicha biz shikoyat berdik. Xuddi shu holat bo'yicha shu adashmasam sudyaga nisbatan menimcha nima deyiladi, ogohlantirish qanaqadir intizomiy javobgarlikka tortildi.